Termotravertin montaj qilingan xonadonimizga keldik. Bu yerda ko'ryapsizlar, polностью tiagalarimizni yetkazib berdik. Mana hozirda tushirish jarayoni bo'lyapti. Xo'p, tiagalar AMK dan bo'lgan. Polностью xonadon o'zi termotravertin bilan qoplangan. Bu termotravertinning afzalliklari mana ko'ringlar. O'zi orqasida 3 sm penoplast bo'ladi, 1 sm ga yaqin travertin toshi bo'ladi do'stlar. Polniy zatirka bilan yopiladi bu yerlari. Zatirka bilan yopilgandan keyin ideal holatga keladi. Bu o'zini tabiiy rangi. Bu hech qanaqa pigment yo'q, hech narsa yo'q. Do'stlar, bu termotravertinning afzalligi 70% issiq sovuqdan saqlaydi. Ko'pchilik berayotgan savol shu burchaklari nima bo'ladi? Bu mana yaqqol misol shu tiaga bilan yopiladi. Polностью yopilgandan keyin obzorlarini qilib beramiz inshaalloh. Hozirda mana bu igrushkalari tiagani ular ham yetkazib berildi. Hop, termotravertinni bizda sotilishi 120 ming so'm 1 kvadrati. Ustaka, usta haqqi kafil qilyapsizmi? O'rtacha 210 larga tushdimi? Ha? Aynan shu xonadon usta haqqi kafil qilyapsi va termotravertin mahsuloti bilan 210 ming so'mdan kelib to'xtadi. Lito kafilniklari bilan birgalikda do'stlar. Do'stlar, mana orqalari kafilniklar bilan yopishgan va ikkita podveslari bilan mixlangan holatda bo'ladi. Bu holi 100% bitgan yo'q. Shu yerlari zatirkalar bilan, fugalar bilan yopilgandan keyin bitta yuvoriladi, o'zining tabiiy bleski bilan chiqadi. Kimga shunaqangi termotravertin mahsulotlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar.